Buxoro avtomobil bozoridan Nexia 2 mashinamiz mana 1.6 zo'r holatda luklari bilan. Mana motor holatlari. Benzindan bu aka? Benzinda. Nexia 2 legenda luklari bilan bor. Sakadiskalar qilib qo'yganlar, BMW sakadiskalar mana balonlari ham yaxshi holatda. Orqa tonirovkalar qilib qo'yilgan. Mana luklari shunga qilinmagan. Polni o'ynalar knopkada. Chiroyli chixol poliglar qilib qo'yilgan. Ana multirul ham qilib qo'yilgan, multirul qilib qo'yilgan. Mexanika bu mashinamiz. Salonlari ham akkuratli holatda, start stoplar qilib multirullar qilib qo'yganlar. Chiroyli holatda. Mana nima almashgan? Ha. Vaqt trassasi ham alishtirilgan ekan, marapet qilingan bu mashina. Olib minaman deganlarga zo'r variant. Tonirovka razreshenalari bor. Zo'r holatda mashina mana. O'ynalar polni elektropaket, chixol poliglar chiroyli qilib qo'yilgan, akkuratni migrullar qilingan. Mana qoraytirilgan mana. Qora glansiy qilingan. Zo'r holatda mashina. Aka buni yili nechinchi yil? 16. Yurgani 86 ta aka. 86 ta. Kraskalar qanaqa? Toza javob. Kraskalar toza. Qancha deyapsiz? 7700. 7700. Kelishadigan joyi bor, ha? Kelishadigan joyi bor. Telefon nomer 93lik 93lik 455 455 30 30 13. 13. Mana kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Nexia 2 vixllargacha o'zgartirilgan, marapet qilingan mashina. Buxoro avtomobil bozoridan yana bitta 1.6 Nexia 2 mashinamiz. Mana motor holatlari zo'r holatda. Mana bu balonlari kalpaklarda chiroyli kalpakchalar qilib qo'yilgan. Aka bu benzindami? Propanda ekan bu mashinamiz. Shunga qilinmagan. Xo'sh, o'ynalar knopkada, rezinkalar tashab qo'yilgan, chiroyli chixollar qilib qo'yilgan, barlar ham qilib qo'yilgan, mexanika bu mashinamiz mana. Yaxshi akkuratli holatda mashina. Mana to'liq ko'rinishi, metan propanlari bilan tayyor. Hozir to'liqroq ma'lumotni egalaridan olamiz. Aka buni yili nechinchi yil? Yili 2010 yil. Yurgani 90 ta yurgan. 90 mingta yurgan. Kraskalar qanaqa? Bitta kirlo, bitta eshik passaj tomonda. Bitta kirlo, bitta eshik passajir tomonda bor. 100 dan bo'lgan, udar bo'lmagan deyaptilar. Buni qancha deyapsiz? 4000 deyapman. 4000. Kelishadigan joyi bor yana. Kelishadigan joyi bor. Telefon nomer 90lik 90lik 510 01 501 52. Kimga qiziq bo'lsa mana murojaat qilaverasizlar. Nexia 2 1.6. Buxoro avtomobil bozoridan mana Nexia 1.5 gibrid mashinamiz. Mana motor holatlari, mana balonlari shunga qilinmagan. O'ynalar polni knopkada, rezinkalar tashab qo'yilgan, chiroyli chixollar qilingan, barlar qilingan mana. Mashina yaxshi holatda, xullas. Mana orqa sidenalari. Aka bu benzindami? Benzin. Benzinda bu mashina. Balonlari ham yaxshi holatda. Mana balonlari tushgan. Hozir to'liqroq ma'lumotni egalaridan olamiz yana. Aka buni yil nechinchi yil? 2010. Yurgani 1 kurup. Kraskalar qanaqa? Kraskalar toza. Qancha deyapsiz? 4.5. Kelishadigan joy bormi mana? Kelishadigan joy bor. Telefon nomer 91lik 645 5378. Kimga qiziq bo'lsa mana murojaat qilaverasizlar. Gibrid mashinamiz 1.5 Nexia 2. Buxoro avtomobil bozoridan yana bitta mana Nexia 2 mashinamiz. Balon holatlari
Mana bu motor holatlari, metan gazlari bor. 1.5 gibrid. Shumka qilingan, o'ynalar polni elektropaket, rezinkalar tashab qo'yilgan, chiroyli chixollar qilib qo'yilgan. Mana mexanika bu mashinamiz. Yaxshi holatda mashina. Akkuratli holatda. Mana salonlari. Mana. Hozir to'liqroq ma'lumotni egalaridan olamiz. Aka buni yil nechinchi yil? 13-yil yurgani? 165. 165 mingta. Kraskalar qanaqa? Radno. Kraskalar radno. Qancha deyapsiz? Böylesi 5 mi? Bo'lishi 5 ming. Telefon nomer? 93'lik. 93lik 383 00 90. 383 00 94. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol mana Nexia 2 mashinamiz murojaat qilaverasizlar. 1.5 gibrid. Buxoro avtomobil bozoridan yana bitta 1 volt Nexia 2 mashinamiz. Mana motor holatlari, metan gazlari bor. Mana balonlar yaxshi holatda, mana kalpaklar qilib qo'yilgan. Shunga qilinmagan. O'ynalar uchun rezinkalar tashab qo'yilgan. Chiroyli chixollar qilib qo'ygan ekanlar. Mexanika. Ya tushmabsiz aka? Yo tushmabsiz. Mana. Bir olta. Hozir to'liqroq ma'lumotni yana egalaridan olamiz. Aka buni yili nechinchi yil? 13. Yurgani? Pasporti 12. Tex pasporti 12. O'zi 13. Yurgani qancha? 190. 190. Kraskalar qanaqa? Zadni eshikka bor. Zadni eshikda bor. Zangchalar olingan. olingan. Kapotni usti bo'lgan. Qancha deyapsiz? 3700. 3700. Kelishadigan joyi bormi yana? Kelishadigan joyi bor. Telefon nomer? 98lik. 98lik 274. 274 17. 17. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. 1.6 Nexia'miz mana. Buxoro avtomobil bozoridan yana bitta mana Nexia 2 mashinamiz. Mana motor holatlari 1.6, mana metan gazlari bor. Mana balonlari shumka qilinmagan, o'ynalar polni elektropaket, rezinkalar tashab qo'yilgan, chixol qilingan. Mana holatlari ko'rib turibsizlar. Salon holati. Mana balonlari yaxshi holatda. Metan gazlari bor ekan, 1 volt. Mana. Hozir to'liqroq ma'lumotni yana egalaridan olamiz. Prostoyligi o'chami yoptiradi. O'nta mashinam prostoy olmayapti. Aka buni yili nechinchi yil? Yili nechinchi yil? Ben telefon. Kız lüks kansaner ham ishlaydi. 2009-yil lyuks kansaner